qishda hali ham bozorda yuribsizmi, sovuq kunlarda sarpa qilaman deb, bu yoqqa keling. Qishin yozin eng arzon budjetli narxida sarpa va oyoq kiyimlarni qayerda bo'lishini bilasizmi? Nishoistada har doim o'rtoqlar. Mana buni qaranglar, Jasmine brendi. Kommentariyada yozinglar, necha pulga ko'rgansizlar, kamida necha pul ko'rgansizlar. Mana shu brendni Jasmine mana 360 ming so'm bizada. Lekin boshqa joyda, ayniqsa bozorimizda ham 500 ming so'm sotilayotgan oyoq kiyimlarimiz Jasmine brendidan Zamish modeli nima deyapti? Har xillari kirgan, ham ko'rasini qaranglar endi, asalligini. Bu yerda har xil modelli obuvlarimiz hamyonbop arzon narxlarda topa olasizlar. Har xillaridan turetskiy deysizlarmi, Xitoy deysizlarmi, koreyskiy model deysizlarmi, brendvilardan olib kirib qo'yganmiz kabluklarni ham. Qishin yozin bo'ladi, yana arzon skidka narxlarda. O'zimizda o'rtoqlar, olib ketaverasizlar mana shunaqa Nishoisdan neobishniy modeldagi obuvlarimizni. Vau, men modellarni qaranglar. Sevaman deb bularni bor. Tamido, Jasmine, Monika, men ichlarini artistga qilingan yana. Hammasi korobkalarda keladi. Sarpelarni bitida ochadigan mana shunaqa kabluk. Qizlarni qaranglar. Kablukli oyoq kiyimlarimizni modniylarini faqatgina bizdan topasizlar o'rtoqlar. Yana arzon narxlarda bemalol kelib olib ketsanglar bo'ladi. Bizda vechna qishin yozin bo'ladi va issiqqina joyda xarid qilib oyoq yiliga kiyib ko'rib bemalol tanlaysizlar. Talashib, tortishib o'tirmaysizlar bozorga o'xshab. Narxlarni o'zingizlar ko'rib bilib olsanglar ham bo'ladi. O'zi klientlarimiz bo'lsa komment yozib ketinglar. Iltimos, chunki negativlar oxirgi vaqtda qoplayapti bizlarni. Kelmasdan turib ko'p negativ yozadiganlar. Mana bu ham, mana tepada ham har xil modellarda olib kirib qo'yganmiz. Bularning hammasi aralash narxlarda, hamyonbop narxlarda yangi kirgan modellarimizni qaranglar, asalligini, brendini aytmaysizlarmi yana? Narxchi hamyonbop narxlarda kirib qo'ygan hammasi. Ranglari, sifati, ko'ralari bomba. O'zi bizdan olgan klientlarimiz bilishadi o'rtoqlar. Mana mashta brendvilarni taxlab qo'yganmiz, sizlarga gapiraman, даже nafas ham ololmayman. Nafas olib gapirsam bo'ladi-yu, lekin shu nafas olsam vaqt o'tib ketmasin deyman-da. Har bitta vaqtda ma'lumotni berib ketsam deyman sizlarga. Nishoisda bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Sergelida faqatgina bitta filialimiz hozircha Sergelida joylashganmiz. Mehrgiyo 5A, Nishoisda Yandex navigatorda ham yozsangiz chiqib keladi. Xohlasanglar 12 viloyatga pochtalarimiz ishlaydi. Dostavka qilib chiqazib beramiz. Faqatgina zakazni Telegram orqali qabul qilamiz. Telegram esa profilimiz shapkasida joylashtirilgan. Shoshilinglar.